Assalomu alaykum barchaga hurmatli gul ishqibozlari. Bugun 19-mart haftani payshanba kuni. Bugunga kelib gullarimizni holatini ko'rsatib o'tamiz. Narxlarni sal tushirib qo'ydik. Siklamenlar yana yangi partiya olib kelindi bularni. Endi bugun bular 20 ming so'mda. Yerallarimiz 15 ming so'mdan. Xo'p, bular olib kelingan. Mana bular esa o'zimizning gullarimiz, salviyalarimiz, petuniyalarimiz, verbinalarimiz 2,5 mingdan, petuniyalar 2,5 mingdan, optimga 2 ming so'm chiqaryapmiz. Shafronlar, shafronlarimiz 2,5 ming so'mdan, optim 2 ming qilib beramiz. Atirgullarimiz 5 ming so'mdan 4 xil 5 xil rang bor. Foydalanishga arzon qilib beraman atirgullarni. Bir qarshi o'sishgan. Shuni gullarimiz mana bu yerda ham bor. Xo'p, hozirgi kunda petuniyalar 2,5 ming maydalabga sotilyapti. 2 ming so'm optimga berilyapti do'stlar. 2 ming so'mdan toji xo'roz. Bodringchalar solib yotgan, meva solib yotgan bodringchalarimiz 5 ming so'mdan. Mana chinigulni qizili bananzani, oranjevisi, salviyalar ochilgan terib chiqyapti. Teplitsamizni ham hali obzor qilib beraman. Qanaqa holatdaligini ko'rsatib o'taman do'stlar. Bodringlar bunisi 1000 so'mdan, bunisi 1,5 ming so'mdan tashdidan korobka bilan teng holatda. Xo'p, yana nima ko'rsatilmadi? Ko'chatlarimiz bor. Ikkitasi 15 ming so'mdan qilib beramiz optimga. BTS pochtadan jo'natib yuboraman do'stlar. Kimga kerak bo'lsa, kimga mana bunday atirgul kerak bo'lsa ham arzon qilib beraman. 2 ming so'mdan qilib beraman. Hali ochilmagan pachkalarimiz bor mana ularda. Mana ko'mib qo'yganman. Toza rosa chiroyli. 3 xil 4 xil rang bor. Rangini rang qilib beraman. 2 ming so'mdan optimga chiqaraman. Bir pachka olganga, bitta pachkasida 25 tadan bo'ladi. Shunaqa do'stlar. Keyin mana yerda cherry pomidorlarimiz bor. Bodringchalar, mana bunday pomidorchalarimiz bor. Bular ham arzon. Siklamenlar narxini aytdim. Siklamen narxi 20 ming so'mdan. Xo'p, 2,5 mingdan petuniya, salviya, chinigullar 2 ming, optimga 1,5 ming so'm berilyapti do'stlar. Manzilimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida. Kimga qiziq bo'lsa, nomerim, kimga optim kerak bo'lsa, mana bunday gullardan, petuniyalardan pochta orqali yoki bo'lmasa boshqa viloyatlarga chiqarib yuboraman. Dastavka pulini o'zlaring to'lov qilib olaverasizlar. Nomerim 99 321 82 17. Kimga qancha kerak bo'lsa bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.